bayramona birga nima qilgan kelsalar, bayram qilgani. Biz juda ham xursandmiz. Hayotimda 60 shekilli bunchalik darajada xursand bo'lmagan. Har bitta insonni yuzida kirib kelayotgani biz ishonch, o'sha yaxshi tilaklarni o'qidik va sizlardan nihoyatda xursandmiz. Endi meni juda maqtavordingiz, lekin bir maqolim bor, erkak kishidan omadi Xudodan so'ng xotindandir deydi. Lekin shu gapni eshitib 2 marta kaltaydi. Nimagaki Xudoga xotin yo'l ko'rsatadi. O'shuning uchun hozir bunisi ham to'g'ri bo'libdi. Shuning uchun uzoq gapirib olib yana nima deydi? Gap eshitib qolmaylik. Bu demak ayasmani sizga tabriklar. Kam ko'z to'g'ri gapirasiz. Xursandmiz hammalardan, kelganinglarga. Rahmat omon. Bayramimizga sherik o'yinlar uchun xursandmiz. Qizim, o'g'lim sizlarga baxtdan boshqa narsaga borishga haqqinglar yo'q. Yo'ldan Allohim uzatishtirmasin. Assalomu alaykum. Ushbu kechaga yig'ilgan aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Bugungi oqshomimizga kelganlardan xursandmiz. Katta rahmat. O'g'lim Furqatjonga, qizim Abdullaxonga baxt, omad, sog'lik, uzoq umr, oilaviy tinchlik tilayman. Doim sog' salomat bo'lsin. Rahmat, sog' bo'linglar. Xo'p, azizlar, tantanamizni, shodiyonamizni albatta go'zal raqs ravg'ar bilan davom ettirishimiz kerak. Bu yerda Sog'lom turib klinikasi xodimlari o'tirishdi, kollektiv. Sizlar boshlaymiz, kim boshlaydi? O'tirsak o'tiraveramiz. Hammalarni davlatga taklif qilamiz. Elegant shoudan sho'x qo'shiqlar bo'ladi. Marhamat! пациентов наших из Казахстана. Первый раз на улице. Какие впечатления есть у вас? Доктор Jalilовна
to'y ta'tillardan mamnunmiz. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar. Ikkala yoshga baxt saodat tilaymiz. To'ylar muborak bo'lsin. Xudo xohlasa 5 kunlarda ham xizmatda bo'lish ilohim nasib qilsin. Joninglar sog' bo'lsin. Mana shu xonadonda faqat yaxshi kunlar bo'lsin. Marhamat, qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Hammaga yaxshi kayfiyat tilayman. Joninglar sog' bo'lsin. Rahmat. O'tirishsa bo'lardi, bizni nima deydi? O'g'limiz lekin endi to'yda masalan ko'p nima deydi? Yugurib, masalan, o'zimiz ham boshqa o'tganish uchun ruxsat so'rayapti, yo'q deya olmadik. Shuning uchun kiyos baxtli bo'lsin. Doim sizdan nurlar yog'ilib yursin. Butun dunyo bularning oilasiga havas qilsin. Allohim o'zi yo'llarni adashtirmasin. Hali gapim gap, erkak kishidan omadi, o'sha adashib qolaman shu joyga. Xudodan so'ng xotindan bo'ldi, lekin Xudoga yo'q, xotinni ko'rsar ekan. Bilmayman. Alloh qo'llasin. Kuyov bolamizga omad, baxt, kelinimizga ham. Rahmat. Marhamat, kuyov jo'ralarimizni, kuyov bolamizni kuzatib qo'yamiz. Xush kelibsizlar aziz mehmonlar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. To'yimiz davomida
bemorlarning ota-onasidan suhbatlar olib boramiz. Assalomu alaykum, здравствуйте. Алейкум ассалям, ва рахматуллахи ва баракатух. Как вам узбекская свадьба? Алхамдулилlah, все хорошо, весело. А можете подробнее говорить о сегодняшний день? Все, алхамдулилlah, все хорошо. Все на высшем уровне, весело, гулять, все вкусно. Все красивые, довольные. Спасибо доктору Джалелову, что пригласил нас на свадьбу. Машаллах. Вы из Казахстана, да? Нет, я с России. С России. А вы? Я тоже с России. Вы тоже, да? Разница есть? Ну, плюс-минус тоже так, все то же самое, а так. То же самое, да? Чем-то, конечно, отличается. Своим. В общем, все хорошо. Как вам свадебные блюда? Алхамдулилlah, говорю, все вкусно, все хорошо. Сейчас еще попробуем, что еще осталось. Ладно, спасибо вам тоже. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi bemorlarimiz, to'yda ishtirok etgan bemorlarimizdan suhbat olib boramiz. Assalomu alaykum. Bugungi to'y marosimi, to'y haqida qanday fikringlar bor? Shular haqida o'rtoqlashsanglar. Obunachilar.